Butun O'zbekistonliklar uchun noxush xabar. Bugun 2026-yil 6-yanvardan boshlab prava uchun test topshirish imtihon narxlari 3 million so'm bo'ldi. Ya'ni nazariyga 1,5 million, amaliga 1,5 million. Bu narxlar nima asosida belgilanyapti? Biz to'g'risini aytsak tushunmayapmiz. Misol qilib ko'rsataman. Ingliz tilidan siz milliy sertifikatga imtihon topshirsangiz, bu yo'li 550 ming so'm. Bu imtihonga sizda 3 soat vaqtingiz ketadi. Bu imtihonlarni bir nechta ekspertlar baholaydi. Xo'p, milliy sertifikat uchun bir nechta ekspertlar o'z vaqtidan kechadi. Shunday. Nazariy avtotestga imtihon topshirishga borishsa, nazariy imtihon topshirish uchun faqatgina oddiy bir dastur ishlaydi. Shunga ham 1,5 millionmi? Bor yo'g'i 20 minut vaqtingiz ketadi, kompyuterni o'zi baholab beradi. 1,5 million so'm qilib belgilangan. Xo'sh, endi nima qilishimiz kerak? Bizda bitta variant qo'lyapti. Prava imtihonlariga endi zo'r tayyorlanish kerakda, borib bittada o'tish kerak. Agar yiqilib qolsangiz, keyingisiga 1 million 600 ming so'm pul to'laysiz. Agar Samarqand, Qashqadaryoda sizlarga avtotestdan yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, nazariy imtihonga chotki tayyorlash kerak bo'ladigan bo'lsa, bittadan o'tmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilasizlar. Mana pastdagi raqamlarga Samarqandning alohida, Qarshiniki alohida biz sizlarga nazariy imtihonlarda amaliysiga ham yordam beramiz. Biz bilan bog'laning, biz sizga yordam berishga tayyormiz. Xudo xohlasa biz sizga prava olib beramiz.